Abbosbek Fayzullayev, Saidjon o'g'li. Aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi Abbos Fayzullayev. Hasanov Abduqodir Hikmatjonov, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Saidjon o'g'li. Abduqodir Hasanov. Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Eldor Shomurodov. Rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Ana shu damlarni qanchalik orzu qilganimizni bilasiz. Bu yigitlarga, ularning ota-onalariga, ularning ustozlariga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Butun stadion olqishlamoqda. Butun stadion Mushaklar otilishi boshlandi. Biz to'yni boshladik, biz bayramni boshladik 5 kun avval va bu bayram hali hamon davom etmoqda. Mana bizning chempionlarimiz, mana bizga jahon chempionati yo'llamasini taqdim etganlar va bular jamoaning maydonga tushib harakat qilganlari hozir. Lekin buning ortida qanchadan qancha mehnat, mashaqqat, zahmat bor. Faqatgina maydonga chiqqanlarda emas, qadrli do'stlar. Juda ko'pchilikda va buning uchun mana shu o'zbek futbol ommasiga jahon chempionati deb nomlangan orzu yetkazganlar uchun barchaga rahmat aytib qolamiz. Mamlakatimiz rahbaridan boshlab eng pastki qatlamda ishlayotgan kichik xodimlargacha bo'lgan barchaga, xususan muxlislarga ham qayerdadir tanqid qildik. Muxlislar bilan birgalikda qayerdadir qo'llab-quvvatladik. Oxiri maqsadga yetishdik. Chempionlar biz uchun va ularga chempion avtomobillar. Albatta, birinchi navbatda yurtboshimizga katta rahmat aytib qolgan bo'lardim. Haqiqatan ham keyingi yillarda respublikamizda, yurtimizda futbolga, barcha sport turlariga berilayotgan e'tibor mana shunday g'alabali onlarni bizga keltiryapti. Unutilmas lahzalar futbolchilar uchun ham. To'g'ri aytdingiz, hali bu yerda barcha texnik xodimlar, O'zbekiston milliy terma jamoasining barcha a'zolari eng baxtli kunlari. Mana bugun ular umrbod eslab qolishadi. Ishoning, bu boshlanishi. Bu boshlanishi. Hali biz bu yo'lda uzoq davom etamiz. Hali bu bardavom bo'ladi. Biz jahon chempionatiga chiqdik. U yog'iga endi jahon chempionatida yuqori maqsadlarni ko'zlashni boshlaymiz. Nasib etsa, o'sha kunlarga ham yetamiz. Faqat bir tanu, bir jon bo'lib, birgalikda harakat qilsak bo'lgani. Biz ko'rdik amalda, bitta maqsad sari intiladigan bo'lsak, birlashadigan bo'lsak, o'sha maqsadga yeta olishimizni. Bundan buyog'iga futbolda ham jahon chempionatida katta yutuqlarni ko'zlab oldinga qarab juramiz, boramiz, zabt etamiz. Albatta qo'shilaman, katta marralar sari boramiz. Farqi yo'q, bu AQShda bo'ladimi, Meksikada bo'ladimi, Kanadada bo'ladimi? Qaysi hududga borishimizdan qat'iy nazar, undan keyingi jahon chempionatlarida ham boramiz, zabt etamiz. Ana o'sha yerda ham biz guruhdan keyingi bosqichga chiqishga o'ynaymiz. Chorak finallari uchun bu yigitlar albatta kurashishadi va hali bundan da kuchli terma jamoalar bilan jangga tayyorlar do'stlar.